Bugün bize sizlar bilan Minecraft kalmar o'yinini o'z qo'llarim bilan qurdim. Mana sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Boshladik. Biz mana shu yerda paydo bo'lamiz. O'zi Alisher bilan o'ynashga qurdim men do'stim Alisher bilan. Alisher mana shu yerda paydo bo'ladi. Ana mekkalangan joyi. Bu yerda o'ziga oyoq kiyim oladi va 9 ham oladi. Mana bulardan sakraydi. Bittasini taydi ko'plarini taydi TNT, ba'zilarini taxtadan tashlashadi. Yerga tushib ketmaydi. TNT tashlashadi. Sakrasa mana bu tugmacha bosib TNT ishga tushirib, hamma TNT yerga tushib o'ladi. Alisher biz bo'lsa mana bu yerda uni maroqli kuzatib turamiz. Keyin Alisher bu yerga kelgandan keyin esa mana bu yerdan suvni oladi, water drop qiladi. Mana bunday. Keyin bu suvni qaytib oladi-da mana shu kutib turadi. Biz esa bu yerdan water drop qilib bu yerdan kelamiz va to'g'riga yurib mana shu yerda to'xtaymiz. Alisher ikkinchidan Alisher haqqa tushirsa yuribdi. Agar qaragan paytman yurayotgan bo'lsa biz mana shu sehrga o'qitilgan kamonimiz bilan uni yo'q qilamiz. Ikkinchi raund esa uchinchi raund bo'lsa bunday. Alisher bu yerdan qilichini oladi. Men to'g'riga o'tib bu yerdan qilichim olib u bilan PvP jang qilamiz. Kim yutishini izohlarda yozib qoling. Buni ham men video qilib YouTube'ga joylayman. Unda xayr, obuna bo'ling, like bosing.